Kurtuluş yolunda sudek aktı bizning qonimiz. Sen üçün ey yurtimiz olsun fida bu canimiz. Bir asr muqaddam istiqlol marshi bu muborak ziminda ikki qitim jaranglagan edi. Ay yulduzluq ko'k bayroq bu ulug' tuproqda ikki qitim qad ko'targan edi. Buni ajdodlarimizdan iftixor bilan angladik. Bizmi avlodlarimizga ishonch bilan shuni aytamizki, pat yaqinda bu bayroq Sharq Turkistonda qayta tiklanadi. Istiqlol marshi vatanimizda qaytadan yangraydi. Cumhuriyet günümüz qutlug' bo'lsin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibidagi eng muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qanamsiz diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Trump o'tib chiqqandan keyin bir qism shirkatlar Xitoydan chekinishga boshladi. Xitoyga qarata tamojni bejini o'stiradiganligini ta'kidlab kelgan Donald Trump prezidentlik saylovida o'tib chiqqandan keyin bir qism shirkatlar Xitoydan chekinishga boshladi. Fransiya xalqaro radiosining 11 noyabr xabar qilishicha, Trump Amerika prezidentlik saylovida g'alabani qo'lga keltirgandan keyin bir qism shirkatlar Xitoydan chekinib Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlariga ko'chishga boshlagan. Buning sababi Trump Oqsaroyga qaytib kelgandan keyin Xitoy mahsulotlaridan yana bir qatim yuqori nisbatda boj oladi ekan. Trump saylom safarbarligi faoliyatlari jarayonida Xitoyda ishlangan mahsulotlardan 60% dan ortiq tamojni beja oladiganligi to'g'risida Xitoyga tahdid solgan bo'lib, bu Trumpning birinchi navbatlik vazifa o'tash muddati ichida Xitoyga 7,5% dan 25% gacha qo'ygan bojdan ko'p yuqori ekan. Prezidentlik saylovida g'alaba qilgan Trump saylam raqobati jarayonida Amerikaga kirgan barliq mahsulotlardan 10% dan 20% gacha boj olishni xohlaydiganligini, bo'libmi Xitoyda ishlab import qilingan mahsulotlardan 60% dan ortiq boj oladiganligini e'lon qilgan edi. Trump o'stirmoqchi bo'lgan boj dunyoda ikkinchi cho'ng iqtisodiy gavda bo'lgan Xitoyga zo'r xatar va zarba bo'ladi ekan. Amerikaning Xitoyda ishlab chiqarilgan mahsulotlardan e'lindigan tamojni bejidan saqlanish uchun Xitoydagi bir qism shirkat korxonalar Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlariga ko'chishga boshlagan. Tailand, Vyetnam va Malayziya qatorliq Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlarining mashina va elektronlik uskunlar ishlab chiqaradigan muhim sanoat rayonlari bor bo'lib, ular Xitoydan ko'chirib kelingan zavodlar uchun yer tayyorlashga boshlagan. Trump birinchi qatimliq vazifa o'tash muddatida Xitoyning Amerika mahsulotlarini texnik ko'p sotib olish to'g'risida suhbatlashishga majburlab, Amerikaning Xitoy bilan bo'lgan ikki taraflik savdo qizil raqamini qaytadan tangpunglashtirishga tirishgan edi. 2020 yili 1-oyda imzolangan bu kelishim Xitoyning 2020-2021 yillari 200 milliard dollar qimmatidagi Amerika mahsulotlari va mulozimatini sotib olishni asos qilgan bo'lib, ammo butun dunyoga tarqalgan Xitoy virusi sababli bu nishonning to'liq amalga oshishi to'salg'iga uchragan edi. Xitoy o'z madaniyatini Uyg'urlarga majburiy tengish jinoyatini pardozlab tashviq qilmoqda. Xitoy o'z madaniyatini Uyg'ur qatorliq turkiy xalqlarga majburiy tengish jinoyatini Sharq Turkistonni ishg'ol qilgandan tortib, hozirga qadar davomlashtirayotgan va kunsiri kuchaytirayotgan bo'lib, saxta tashviqotlari orqali bu jinoyatini pardozlamoqda. Xitoyning Sharq Turkistondagi saxta tashviqot organi Tangritog' to'ri 11 noyabr Jingju teatriga rishta bog'layolganligimdan o'zimni ta'laylik hisoblayman mavzuliq xabar e'lon qilgan bo'lib, bir Uyg'ur qizning Xitoylarning Jingju teatriga maftun bo'lib qolganligi va jafoga chidab o'rganganligidek kulkilik hikoya bayon qilingan. Xabarda Farzona Farhod ismli 20 yoshlik bir Uyg'ur qizning Xitoylarning Jingju teatriga ishtiyoq bog'laganligi, kichikidan tartib Jingju teatridagi yasinish qiyofati va kiyim-kechaklarga havas qiladiganligi, oxir nihoyat tasdiqda Xitoy Shichu teatri institutining qarmog'idagi o'tir maktabning atalmış Şinjan sınıfıga tanlanganligi, qattiq tirishchanlik bilan Jingju teatri o'rganishga boshlaganligi bayon qilingan.
Xabarda Xitoylarning Jingju teatri an'anaviy teatr deb sifatlangan bo'lib, Uyg'ur qizning har kuni uyiga qaytgandan keyin bovisi bilan momasiga Jingju teatri o'rinlab beradiganligi, ular tushunmasimi Jingju teatrini nihoyatda yaxshi ko'radiganligidek saxta bayonlar o'rin olgan. Xitoylarning an'anaviy sahna o'yinlaridan biri bo'lgan Jingju teatriga amaliyotda yangi avlod Xitoylarmi ko'p qiziqmaydigan bo'lib, faqat sahna televizorlarda saqlanib qolgan. Halbuki Xitoylarning bu xil o'yinlari, kiyinish odatlari, turli bayramlari an'anaviy madaniyat sifatida Uyg'urlarga majburiy tingilmoqda va bu jinoyatlar Xitoyning saxta tashviqotlari orqali pardozlanmoqda. Bundan ilgari tarqalgan qisqa sin va suratlardami boshlang'ich o'rta maktabdagi Uyg'ur o'smirlarining har xil bayram faoliyatlarida Xitoylarning kiyimini kiyib, Xitoycha teatr o'yinlarini o'rindashga majburlanganligi ko'rsatilgan edi. Suriya masalasi temaliq Ostona suhbati yig'ini Qozog'istonda o'tkazildi. Turkiya, Rossiya va Eronning kapolatchiligida ishga oshiriladigan Suriya masalasi temaliq 22-ci navbatlik Ostona suhbati yig'ini Qozog'istonning poytaxtida boshlandi. Mazkur yig'in 2 kun davomlashadigan bo'lib, Qozog'iston Tashqi ishlar ministrligining bildirishicha, yig'inning birinchi kuni vakillar hayatlari aro 2 va 3 taraflik suhbatlar o'tkazildi ekan. İkinci günü birleşme yığın ve axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazildi ekan. Suriya krizisini hal qilish maqsadida ishga kirishtirilgan Ostona suhbati musofasining 22-ci navbatlik yig'inida Suriyaning atrofidagi rayonlik vaziyat, davlat krizisini umumyuzlik hal qilish choralari, kishilik yordam ishlari va navbatdagi vaziyat, taraflar o'rtasidagi o'zaro ishonchni oshirish, Suriyani qayta qurish hamda suriyalik musofirlarning o'z vataniga qaytishiga kapolatlik qilish qatorliq masalalar muzokara qilindi ekan. İslam Hamkorlik Tashkiloti bilan Arab Allari Ittifoqi birlashma bayonot e'lon qildi. İslam Hamkorlik Tashkiloti bilan Arab Allari Ittifoqi birlashma bayonot e'lon qilib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashini G'azza rayonida urush to'xtatish uchun qaror ma'qullashga chaqirdi. Turkiya ovozi radiosi xabarida qayd qilinishicha, Saudiya Arabistonining poytaxti Riyodda Islom Hamkorlik Tashkiloti Arab Allari Ittifoqi favqulodda birlashma yig'ini chaqirilgan. Yig'indan keyin e'lon qilingan birlashma bayonotda Isroiliyaning xalqaro qonuni dafsanda qilayotganligi, shundoq bo'lishiga qaramay Birlashgan Davlatlar Tashkilotining aniq tadbir qo'llanilmayotganligi, bu masalada xalqaro jamiyatning muvaffaqiyatsiz bo'lganligi bayon qilingan. Bayonotda Xavfsizlik Kengashi G'azzada urush to'xtatishni amalga oshirish va insoniy yordamlarning G'azzaga kirishiga kapolatlik qilish uchun ijro qildirish kuchiga ega qaror ma'qullashga chaqiriq qilingan. Isroiliyaning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy kengashi yig'iniga qatnashishini to'xtatib qo'yish uchun xalqaro jamiyatning qo'llashini qo'lga keltirish xizmatining boshlanganligi, bu haqda umumiy kengashga qaror loyihasi sunilganligi qayd qilingan. Birlashma bayonotda yana Isroiliyaning sodir qilayotgan jinoyatlarining mustaqil xalqaro tekshirilishi talab qilingan bo'lib, barliq davlatlar Isroiliyaga qurol-yarog' va o'q-dori eksport qilishni yoki avatishni cheklashga chaqiriq qilingan. Isroiliyaning kishilik huquq dafsandachiliklarni davomlashtirishiga taqobil turish uchun xalqaro jazo tadbirlarini qo'llanish talab qilingan. Hürmetli görürmenler, şuna qilib bugünkü xabarlarımız müşahede ahırlaştı. İnşallah, erteki programımızı görüşküçe aman boğayslar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.